Minnatdorlik vibratsiyasi. Bu odam minnatdorlik holatida bo'lganida uning hissiy, ruhiy va hatto jismoniy holati ko'tarilishi, ichki energiyasi kengayishi va ong yanada ravshanlashishini ifodalovchi tushuncha. Ilmiy nuqtai nazarda bu vibratsiya so'zi ko'proq hissiy tebranish holati, ya'ni miya faoliyati, gormonlar, kayfiyat va kechinmalar uyg'unligi sifatida talqin qilinadi. Minnatdorlik nima qiladi? Minnatdorlik holati insonni tinchlantiradi. Ichki shukur va qoniqish hissini hosil qiladi. Negativ hislarni kamaytiradi. Ongni kengaytiradi. Hayotga ishonch uyg'otadi. Sevgi va rahm-shafqatni kuchaytiradi. Bu holat yuqori vibratsion kechinmalar qatoriga kiradi. Sevgi, qabul, shukur, tinchlik, qoniqish. Ilmiy nuqtai nazardan minnatdorlik holatida organizmda serotonin gormoni kayfiyatni ko'taradi, tinchlantiradi. Oksitotsin mehr, yaqinlik, ishonchni kuchaytiradi. Dopamin motivatsiya va hayotdan zavqni oshiradi. Kortizol kamayadi, stress pasayadi, tanada bo'shashish yuz beradi. Demak, vibratsiya ko'tariladi degani insonning ichki kimyosi musbat tomonga o'zgaradi. Minnatdorlik paydo qiluvchi ichki tebranishlar. Minnatdorlik bu energiyaga o'xshash oqim. Menda bor holatini sezish, hayotni qadrlash, kechagi qiyinchilikdan saboq ko'rish, o'zini va boshqalarni qabul qilish, hozirgi lahzaning go'zalligini ilg'ash. Bu holat odamni kelajakka ijobiy tebranish bilan olib kiradi. Minnatdorlik vibratsiyasini ko'tarish mashqlari. 3 ta shukur yozing har kuni. Hayot, sog'liq, yaqinlar, imkonlar uchun. Minnatdorlik meditatsiyasi. Ko'krak sohasida iliqlik tasavvur qiling. Chuqur nafas oling. Nima yetmaydi emas, nima bor degan savol bilan yashash. Odamlarga minnatdorlik ifoda qiling. Hissiyot tilga chiqqanda yanada kuchayadi. Har bir vaziyatda foydani izlash. Dars bo'lgan, og'riq ham sizni kuchaytirgan. Minnatdorlik bu oddiy kayfiyat emas. Bu ong darajasini ko'taruvchi, ichki hayotni yengillashtiruvchi tebranish holati. Shukur qilgan inson ko'proq imkoniyat, ko'proq sevgi va ko'proq baraka jalb qiladi. Chunki u olishga emas, bera oladigan holatda yashaydi.